Masala demak o'rtada joy sig'may qolgan 10-masala yana o'sha boya oltindan oldingi videomizda ham shunaqa bo'ldi. Xo'p, bu safar endi o'sha idishga konussimon yog'och qo'yilgan. Konussimon jism deyaptimi, nima deyapti? Kub shaklidagi muzning ichiga joylashtirilgan yog'ochdan yasalgan konus. Demak, konus kub shaklidagi idishga demak konus yog'och konusni qo'yishgan. Yog'och konusning balandligi kubning tomoniga teng, ya'ni A ga teng. Va bundan tashqari yog'och konusning diametri, mana asosining diametri ham o'sha kubning tomoniga teng. Demak, bu degani konusning radiusi A taqsim 2 ga teng, balandligi A ga tengligini mana yozib olamiz. Endi aytilyapti, o'sha yog'ochni joylagandan keyin ustidan suv quygandan keyin muzlatgan. Shuning uchun ham atrofida nima bor? Muz bor deyilyapti. Ya'ni o'rtada yog'och, keyin o'sha idishga yog'ochni qo'ygandan keyin ustidan suv quyganda muzlatgani uchun atrofi nima? Muz. Yog'ochning atrofi muz va shakl to'rtburchak bo'lib chiqadi. Idishdan bunday chiqaradigan bo'lsak, to'rtburchak shakldagi muz va ichida yog'ochdan qilingan konus bo'ladi. Endi bu yerda v botgan taqsim v jism, ro jism taqsim ro suyuqlik ekanligini bilamiz. Bu o'zi bor formula. Endi ro jismni o'rniga ro o'rtacha qo'yaman. Nimaga? Chunki bu yerda yog'och bilan muzning aralashmasi bo'lyapti. Ro suvni o'rniga ro uch qo'yaman. Chunki masalaning shartida shunday deyilgan. Bundan tashqari konus, muz ekan, uzr. Muz va konus, ya'ni yog'ochning hajmlari yig'indisi umumiy hajmni berishni ham eslatib o'taman. Umumiy hajm kubik bo'lgani uchun A kubga teng. Endi o'rtacha zichllik bu m1 qo'shilgan m2 taqsim v bo'ladi. Bu yerda umumiy hajm. M1 bu muzning massasi, u ro muz, ya'ni ro1 muzniki. V1 ro1 v1 qo'shilgan ro2 v2 taqsim o'sha v bo'lishi kerak. Endi bu yerda v1 ni o'rniga v minus v2 qildik. Mana ko'rib turibsiz, mana v1 topsak v2 ayirish bo'lib o'tadi. Ro2 v2 demak bu yog'ochning ligisi massasi. Ro2 v2 yog'ochning massasini beradi, o'sha konusning massasini beradi. Endi A kub v umumiy hajmni bildiradi. Pi taqsim 3 r kvadrat A. Bunday narsa bor-da, mana konusning hajmi pi taqsim 3 r kvadrat h ga teng. Agar bilmasangiz, bir matematika kitoblarini varaqlashingiz kerak. Konus hajmi deydigan bo'lsak, pi taqsim 3 r kvadrat, pi taqsim 3 r kvadrat h. H o'rniga A qo'ydim, r o'rniga A taqsim 2 qo'ydim, uni kvadrat. Keyin bu yerda yana bir ikkita mayda-chuyda hisob-kitoblarimiz bor. Shularni oxiriga yetkazadigan bo'lsak, mana bu formula hosil bo'ladi. Bu formula demak o'rtacha zichllikni topish formulasi. Ana endi bizdan qancha qismi cho'kkan holda suzadi degan, ya'ni botgan qismi qancha bo'ladi deb so'ragan. Shuning uchun ro o'rtachani ro 3 ga bo'lishimiz kerak edi va ro o'rtachani o'rniga buni olib kelib qo'yib, yana ozgina bir bunga tenglamaga, nima deydi, formulaga ozgina ishlov bersak, mana bu ifoda hosil bo'ladi. Bu yerda mahraj berilgan, boshqa qilingan, bir qarasangiz o'zi mana shu narsa chiqadi. Demak, bu o'sha o'rtacha zichllik taqsim ro 3 shunga teng bo'ladi degan.